qarsaklar eshitilmayapti yaxshilar. Tashakkur deymiz. E'tibor va e'tirof uchun tashakkur. Hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli yurtdoshlar, poytaxt mehmonlari, bugungi yorqin oqshomda ochiq osmon ostida sizlar bilan respublikamizning go'zal manzillaridan bir bo'lmoq Magic City'ni ko'rishib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Barchangizga eng yoqimli kayfiyat hamroh bo'lishini tilakdoshimiz Jannat Makon o'lkamizga aslo ko'zlar tegmasin. Demak, azizlar, yana bir bora barchangizga eng xayrixoh kayfiyat hamroh bo'lishini tilagan holda konsert dasturimizni davom ettiramiz va ritmik harakatlardan hosil bo'luvchi betakror chiqishlarni siz bizga taqdim etishga taraddud ko'rayotgan Zlotnikov boshchiligidagi Double Touch ijodiy jamoasini qarshi olasizlar. Negadir ovozlar eshitilmayapti. Magic City borsizlar. Bravo, davom etamiz. Ijodiy jamoasi nazarimda birozgina yuqoriroq qarsaklarni taqdim etish kerak yaxshilar. Ovozinglar eshitilmayapti. Bravo. Tashakkur deymiz. Umringiz ziyoda bo'lsin, hurmatli xonimlar va janoblar. Pepsi Magic Fest show dasturiga yana bir bora xush kelibsiz. Demak, sizlarga murojaatimiz bor. Qadrlilar, qimmatbaho buyumlaringizga qolaversa, farzandlaringizga birozgina e'tiborliroq bo'lishingizni iltimos qilamiz. Mana shunday yorqin, tarovatli kechada oqshomda davom ettiramiz. Biz esa aynan hozir mana shu mo'jazgina sehrli sahna tomon biroz bo'lsa-da jonli ijroda qo'shiq kuylashni biladigan yurtdoshlarimizni, opa-singillarimiz, aka-ukalarimizni chorlaymiz. Bizga 4 nafar ishtirokchi kerak bo'ladi. 16 yoshdan yuqori bo'lgan, yuragida o'ti bor, sahnada o'zimni ko'rsata olaman deganlar bormi? Qo'linglarni ko'taringlar. Hech kim yo'qmi shuncha odam orasida jonli eta oladigan? 16 yoshdan yuqori bo'lishi kerak faqat. Shart shu. O'ziga yarasha qimmatbaho sovg'alar taqdim etiladi. Birinchi ishtirokchi, keling. Ash chap tomondan, mana chap tomonimdan sahnaga ko'tarilishingiz mumkin. Kelaverasizlar bemalol, bexijolat. Hozir mana shu sahnada yangi yulduzlarni birgalikda barpo etamiz. Baho beramiz. Bahoni biz emas, aksincha sinab qo'yasizlar. Sizlarni qarsaginglar, ovozinglar qaysi bir ishtirokchiga balandroq bo'lsa, o'sha ishtirokchi sahnadan qoladi va o'yinni davom ettiradi. Demak, 1, 2, 3 nafar ishtirokchi namoyon bo'lishdi. Bormi yana 1 nafar? Agar bo'lmasa, 3 ta ishtirokchi bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Ko'rib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Ismingiz nima? Rabo. Sizniki? Og'abek. Og'abek. Sizniki? Elver. Yana bir ishtirokchi borlar nazarimda. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Ismingiz? Afroza. Demak, birinchi ishtirokchi siz bilan boshlaymiz. Tayyormisiz? Marhamat.
Zafarlar cho'qqsin netkanda makon, atrofingda to'ldi-ku do'sti qadrdon. Quvonchim hammaga qayg'uyim pinhon, soxta tuyg'ulardan charchadim ona. Menovi qarordan kelgan bir bo'ri, biz uchun ataldi davrlar to'ri. Kimlarga baxshetdim qalbimning qo'ri, ojiz yog'dulardan charchadim ona. Bravo. İkinci iştirakçıya mikrofonu takdim etasiz. Devam etamiz. Tayyor olursunuz. Marhamat. Visoling ko'zimga darmon, armon meni qo'ymasmi omon. Chun seni sog'indim yomon, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Mayli quyosh otmasin, kun botmasin, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Mayli osmon yig'lasin, sen yig'lamagin gulum, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Bravo. Gap bo'lishi mumkin emas. Navbatdagi ishtirokchi. Uchinchi ishtirokchi. Tayyor bo'lsangiz, marhamat. Можно, конечно. Люди добрые, вы извините, пожалуйста, я не умею петь, у меня грубый голос. Я петь не буду. Я просто, может быть, даже стих я не смогу рассказать. Не, здесь только надо петь. Петь? Да. Но я петь не умею. Ну тогда с вами будем прощаться. Пожалуйста. Извините, пожалуйста. Мархамат. Marhamat, tayyor bo'lsangiz, boshlashingiz mumkin. Bormi yodlagan shularimiz? Mayli, A, B, V desa bo'laveradi. Bitta qarsak bilan qo'llab-quvvatlab hayajonni yengishlar kerak bular. Yetadimi yo'q, yana ham ko'proq qarsak kerak. Yo'q, aytilgan qo'shiq bo'lmaydi, shartimiz shunaqa. Aytilmagan qo'shiq aytishingiz kerak. 3 gacha sanayman. Xayrlashamiz agar. 1 2 Osmondan yoqqan qorlar meni dardim bilmaydi. Osmondan yoqqan yomg'irlar bu holimni bilmaydi. Meni sevgan o'shal bevafo meni qadrim bilmaydi. Yongan yuragim yonaveradi, dardiga dafo topolmay. Bravo. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi bahoni olamiz. Demak, birinchi ishtirokchiga qo'ygan bahoinglar. Yomon emas, ikkinchi ishtirokchiga. Va so'nggi ishtirokchiga. Afsus, siz bilan xayrlashar ekanmiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. Xo'p, birinchi ishtirokchi mikrofonni sizga taqdim etamiz. Endi esa shartlar birozgina o'zgaradi. Monitorga qarab olishingizni so'raymiz. Hozir birgalikda karaoke qilamiz. Demak, agarda tayyor bo'lsa, mashq qo'shig'i aytishingiz kerak. Ko'zida yosh sotildi ketdi arzon pulga mol bozorida. Akam o'qishga kirganda kontraktga ilingan, qora jintradek buncha qimmat bo'lmasa o'qish. Oldimda hammadan semiz molim o'qishga kontrakt uchun sotvordi seni akam zolim. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi ishtirokchi mikrofonni qabul qilib olasiz. Sizga ham zo'r tayyorlab qo'ygan sovg'amiz bor. Bugun toshni
Tashakkur, albatta hozir. Xo'p, baholab olamiz ham, tayyormisizlar? Hakamlar hay'ati, jurilarimiz guzaramiz. Birinchi ishtirokchiga bahoyinglar. Ana endi ikkinchi ishtirokchiga bahoyinglar. Tenglik bo'lib qoldi. Nima deysiz o'zingiz qo'shirasizmi? Barobar bo'lib qoldi. Davom etamiz batalda. Birinchi ishtirokchi, oling mikrofonni qo'lingizga. Xo'p. Tayyormisiz? Yo, monitorga qaramang. O'zingiz bilgan qo'shiq aytsangiz bo'ladi bu safar. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Qarsiylar bilan, ovozlar bilan, mana shuncha odam sizni qo'llab-quvvatlayapti. Boshlashingiz mumkin, marhamat. Uchgacha sanayman, boshlash kerak. Bir. Tor ko'chaning tor o'rtasida sevganim bor ko'k bir kulbasida. U menga mos, men esa unga, yuragimning o'sha egasida. Qishlog'imdagi bitta telbani netay sevaman-da. Yurak tarpanar u tomon netay sevaman-da. Bravo, rahmat. Ashulani qaysi joyiga maza qildinglar? Qaysi joyiga maza qilganlar bor? Bu tamam video. Oling mikrofonni, marhamat. Tayyormisiz? Ketdi, boshlang. Taqdirimga bitmagan yor eding yarim bo'lagim. Axir ko'zlaringni takror ko'rmoq edi tilagim. Seni yana bir bor ko'rib ezildi ya yuragim, yuragim. Ko'rdim-u ammo ne qilay, bordir yoningda yoring. Band yetganda endi o'sha seni fikru xayoling. Umidimga qo'ydi nuqta seni ushbu qaroring. Rahmat. Tashakkur. Boyagi monitordagi kuchida qoladi-yu 50 gram. Siz siqilyapsiz. Necha yoshdasiz? 24 yoshda. 24 yoshda shuncha siqilish, shuncha g'am anduh. Bahonaymizmi? Birinchi ishtirokchiga bahona. Ikkinchi ishtirokchiga. Bravo. Xo'p. Qarsiylardan ma'lum. Siz ikkinchi o'rinni qo'lga kiritasiz, lekin bu ham natija, shunchalik sahnaga chiqib jonli ijroda kuylash o'zimiz. Sizga aynan Magic City tomonidan Magic Aquariumga chipta taqdim etamiz. Qabul qilamiz. Ishtirokingiz uchun rahmat. G'olibga qanday qarshi chalinadi? Ketadimi aka? Kamroq. Shunday mana sahnaga chiqqan odam ozgina qarshi qabul qilib jonli etsa yulduzli kasaliga chalinadi. Hozirda boshlandi. Mayli, bitta chal beraylik, bizdan nima ketdi? Bo'ladi, aka. Bo'ldi. Ertaga kelsanglar yana bitta konsert qilamiz mana shu akam bilan. Sizga ham Magic City nomidan Magic Aquariumga